Boshqalar o'g'liz chiroq ya, chaqdim qishlog'idaman. Spark mashinasini asibdi akajonim, tabriklaymiz sizni. Bir yil bo'ldi oktyabr oyidan beri milliy shouda o'ynaydim. Meni ham shu rozi bo'lganman shu. Bundan bir birab qotilmaganman o'yinlarni. Hammani ishiga muvaffaq. Boshingizning hammasi. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Tabriklaymiz yana bir marta. Bir qanday taassurotdasiz, qanday quvonchdasiz? Mana shu sizga nima deb qachondan beri o'ynagansiz? Qanday yutuq chiqdi? Shular haqida bizlarga bir ma'lumot bering. Qishlog'imiz bir jo'shqinlanib, nasib bo'lsa sizni ortingizdan ergashib, bizlar ham mana shu o'yinda yutib, o'ynab, bundan ham katta sovg'alarga yutaylik-da. İçiniz g'imillab qolsin. Bekor aytibman-da. 2024-yil oktyabr oyidan boshlab o'ynayman. Bu o'yinga o'zi kirishim sababi singlim Farida. Shu o'yinda aka mana shuni o'ynang. Bekardan ko'ra shu anovdan bitta belgi tashlab tursangiz, mana shu O'zbekistondan berilgan mashinalar dedi. Milliy shoudan keyin Sherzatchisniki qandaydan ko'rib qoldim, bittagina belgi oldim. Shu bitta belgi bilan mana shu sifat sohibi bo'lib turibman. Bizni xonadon sizlar uchun har doim ochiq. Yosh kunimizga sherik bo'lingizlar. To'y tomoshaga faqat yosh kunga kelingizlar. Rahmat e'tibor uchun hammalaringizga. Kalitini topshirish marosimida chiroyli qarsaklar bilan olqishlab turamiz. Farg'on aka ot qutlug' bo'lsin. Rahmat. Qanday bo'lsin? Chaqirliklar qanday bo'lsin? Rahmat.